MRT kontrastli sut bezi bo'lsa, siklga aloqali joyi bormi? Bor. KTLda, PETLda och qorinli shartmi gastroscopiya, kolonoskopiya to'g'risida? Chunki bemorda glukoza bo'lishi kerak emas. Agar mana ovqat yeb qo'ygan bo'lsa yoki shirin choy ichib qo'ygan bo'lsa, qanaqasiga olish mumkin? Bu texnik noto'g'ri qilingan narsa. Asosan ko'p uchraydigan ana послание deymiz-ku. Chimkent, Sarag'ash bu chegaraga yaqin joylardan bemorlar keladi. Zafar aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzimsiz? Xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Xursandman kelganingizdan. Bugungi do'stlar, bugungi mavzu PET-CT, MRT, kartinniy исследование, ya'ni rasmli tekshiruvlar, MRT, KT, rentgen, PET-CT shu to'g'risida gaplashamiz. Undan oldin mehmonimizni tanishtiraman. Mehmonimiz Fedorovich klinikasida bo'lim mudiri, PET va MRT tekshiruvlarini bo'lim mudiri Maqsudov Muzaffar aka, doktor медицинских наук, tibbiyot fanlari o'zbekchasiga nima bo'ladi? Doktor, tibbiyot fanlari doktori. Muzaffar aka, xush kelibsiz. Aka, o'zingiz to'g'risida ozgina gapirib bersangiz, ya'ni bu mavzuda yoritayotgan odam kimligini tinglovchilarimiz tushunishi uchun qanaqa kelganman, PETli to'g'risida so'rayman, MRTli to'g'risida so'rayman, savollarni tayyorlab qo'yganman. Xudo xohlasa birma-bir kelib chiqaman. O'qish to'g'risida qayerda o'qigansiz, qachondan beri shu sohadasiz, necha yildan beri bu sohadasiz, shu to'g'risida qisqa bo'lsa ham ma'lumot bersangiz. 2005-yil birinchi Toshkent davlat tibbiyot oliygohini magistraturasini bitirganman. 3 yillik magistraturasini. Shu bilan xirurgiya markazi, Vohidov nomli xirurgiya markazida 6-7 yil ishladim. Undan keyin bizda правительственный statsionar deyiladi, MSO, mediko-sanitarное объединение, u yerda tomografiya bo'limida ishlaganman. Keyin hozir Fedorovich klinikasida 19-yildan beri ishlab kelaman. Nafaqat klinikada, balki postgraduate bizning tibbiy xodimlarni malaka oshirish markazida ham leksiyalar o'qib turaman. Kafedrada, radiologiya kafedrasida. U yerda faqat rezidentura emas, balki vrachlar ham, doktorlar ham malaka oshirishga kelishadi. 1 oylik yoki 6 oylik. Praktikasindagi. 1 oylik yoki 6 oylik kursda. O'zimiz bazada, Fedorovichda har hafta doktorlarga ham leksiya o'qiydi. Magistraturadan keyin hatto stajirovka deyiladi. Moskvada, Piterda, Vrotslav, Polshada, Zalsburg, Graz, Avstriyada, Italiyada shunaqa o'qib kelganmiz. Endi ular kurslar. Mashalloh. Endi bizning sohamiz umumiy radiologiya, aytganingizdek, rentgen, ham UZIni ham o'rganganmiz, kompyuter tomografiya, magnit rezonans tomografiya, hozir pozitronniy emission tomografiya, hammasi bittada. PET o'zi mana hozir onkologman, onkologiyaga juda hozir oid bo'lgan qiziqish ko'p, chunki sababi odamlar onkologiyada xastalangan odamlar soni oshyapti. PETda o'zi biz o'qib yurganimizda, men eski Toshkent bitirganman deb, birinchi o'sha davlat tibbiyot institutini biz qo'shilib ketganmiz, kirganman har holda eski Toshkentga birinchisiga. Rus dotsent bo'lardilar, ismlari nima edi? Dilbarovna, точно, Dilbarovna. Ular bizga leksiya o'qiganlarda PET desa, xuddi будущеdagi narsadagi u paytda yo'q edi. Yo'q edi-da. PET desa, MRT boshqa narsani aytib fikrlarda PET to'g'risida aytgandilar. Bu запредельный qanaqadir tekshiruvlarni kelajakda uchraydigan, faqat juda qattiq rivojlangan mamlakatlarda bor bir tekshiruv to'g'risida shuncha qilgan o'sha leksiyadan keyin. Xo'p, PET to'g'risida ma'lumot bersangiz, keyin MRT to'g'risida ma'lumot olaman. Qachon PET boshlangan? O'zbekistonda qaysi o'sibtillarga yaxshi tekshiruv bu o'tadi? PET turlari O'zbekistonda PET qaysi shaharlarda bor? Yo'q, faqat Toshkentda bormi? To'g'risida ma'lumot bering. Endi oldin to'g'ri aytyapsiz, biz ko'proq kompyuter tomografiya va MRT bilan ishlaganmiz. Kompyuter tomografiya ham bu bir rentgen usuli.
rentgen trubka aylanma harakat qilganda kesma srez deymiz, odam tasvirini olib beradi. Magnitniy rezonans bu yadroviy magnitniy rezonans fizik xususiyatlarni ishlatiladi. Bu yerda faqat magnit rentgen nurlari yo'q. Demak, bu odam tanasiga zarar emas. Pozitron emission tomografiyaga kelsak, PET-CT deyiladi. Hozirgi to'g'ri talaffuzi pozitron emission tomografiya plus kompyuterniy tomografiya. Demak, bu bitta apparatda ikkita apparat ishlatiladi. Endi qo'pol qilib tushuntirganda oldin masalan video dvoykalar bo'lardi, televizor bilan pastida video monitor отдельно ishlatsa ham bo'ladi, lekin shunaqa apparat. UZI, rentgen, MRT, KT bu anatomik usullar. Nimani ko'rsatadiki, anatomiya buzilganmi yo'qmi? Buzilgan bo'lsa, demak norma emas, qanaqadir kasallik. PET bu ham molekulyar bir qanaqadir funksional ma'lumotni ham beradi, organ qanaqa ishlashini ko'rsatib beradi yoki o'simta jarayoni bormi, yo'qmi, shuni ko'rsatib beradigan usul. Pozitron emission tomografiyada radiofarm preparat ishlatiladi. Radiofarm preparat ikkita qismdan iborat. Bu izotop, sintez qilinadigan izotop hamda biomolekula shu izotopni yetkazib berish kerak har bir organga. 90% PET sentrlarda ftor dezoksirglyukoza 18 ftor dezoksirglyukoza ishlatiladi. Ko'p o'simtalarda qo'llanadigan radiofarm preparat. Bu 18 ftor tabiatda uchramaydi, buni sintez qilish kerak. Sintez qilish uchun siklotron kerak. Nimaga bizga O'zbekistonga ko'p vaqtda bu narsa kirib kelmagan? Chunki siklotron, PET sistemalar juda qimmat. Birga ishlatish kerak. Agar masalan PET KT oladigan bo'lsa, rejalashtirsa, unda siklotron ham kerak yoki bir 1-2 soat yo'l olib keladigan joydan qayerdadir siklotron bo'lishi kerakki, siz ulardan radiofarm preparat sotib olishingiz kerak. Endi siklotron degan narsa bu mini atomная станция desak ham bo'ladi. Как ускоритель заряженных частиц, hamma joyda ham bo'lmaydi bu narsa. Tayyor holatda bo'lmaydimi u siklotronda qilinadigan? Yo'q, uni sintez qilishga nimaga? Mana qarang, bu yerda ishlatiladigan ultra короткоживущий radioizotopi deyiladi. Minutlar, daqiqalar. Period полураспада, masalan, ftor dezoksirglyukoza 109 minut, 109 minutdan keyin aktivnosti 2 barobar pasayadi, undan keyin yana 2 barobar pasayadi, mana shunaqa. Odam tanasiga kirgizilgandan keyin 20 soatdan keyin umuman radiatsiya bo'lmaydi. Bu ftor 18 da. Galliy 68 masalan 68 minut period bo'ladi. Undan ham tez. Bir xil radioizotoplar borki 2 minut yoki 20 minut period bo'ladi. O'shaning uchun yaqin atrofda siklotron bo'lishi kerakki, buni sintez qilib darrov bemorga yuborish kerak. Oldin bizda ham mana yadroviy tibbiyot bo'lgan O'zbekistonda, gamma kameralar, sinsografiya, spekt, однофотонная эмиссионная томография deyiladi. Shular qo'llangan, bu PET emas. O'tda короткоживущий deyiladi. U kunlar, period полураспада kunlar. Bemalol masalan yadroviy fizikadan preparatni olib kelib, texnetsion 99 mi olib kelib, necha kundir ishlatsa bo'ladi. Masalan, dushanba kuni olib kelsa, payshanbagacha aktivnosti bor. Shunaqa. Hayot davomligi, izotopniki har xil. 18 deganiki 109 minut, galliy 68 minut. Do'stlar aka, mana bu izotoplar bo'yicha PSMa'niki qancha yashash davomligi? Yoki o'zi odatda galliy 68 bilan ishlatiladi yoki boshqa izotoplar bilan ishlatsa bo'ladi. Odatda galliy 68 PSMA bu qo'shimchasi. Shuning uchun buni ham umumiy period полураспада 68 minut. Sinxotron O'zbekistonda faqat Fedorovичda bormi? Sinxotron yo'q, hozir O'zbekistonda PET markazlar faqat Toshkentda bor hozircha, lekin rejalashtirilgan oblastlarga ham tumanlarga qo'yishga. 3 ta PET sentr ishlab turgan hozir bizada, hamda yadro tibbiyot markazi hamda milliy bolalar markazida hamma 3 ta sentrda o'zini siklotroni bor. Endi mana hozir bilasiz, yangi onkologiya markazi ochildi. Bu yerda ham PET bor, lekin hali mana shu ishga tushmadi. O'zini siklotroni bo'lish kerak.
PSMA PET, DOTA PET, Gali PET, faqat fedorovичda bor. Bularni izotoplarni siklotronni o'ziqladimi? Buni sintetik disko qilinadi dedingiz. 18 deganikini. Bu yerda gali sintezida siklotron kerak emas. Bu gali germaniyeviy generator bo'ladi. Shu generatordan gali 68 chiqadi. Bunga siklotronni aloqasi yo'q. PSMA yo'q. Buni aloqasi DOTA ham xuddi shunaqa. Mana bizda gali 68 bilan PSMA hamda отдельно DOTAni ishlatsa bo'ladi. Qaysi saratonida 18 RDG ko'rsata olmaydi? Birinchi ko'rsatadiganini aytaylik. Ko'rsatadigan pastga boshlasak, bosh bo'yin soha o'simtalari, bosh miya emas, bosh bo'yin soha, o'pka, me'da, yog'oyinchak, melanoma, teri melanomasi, sarkomalar, keyin suyla, sut bezi raki, ginekologiya, bularda hammasida ftor ishlaydi, ftor 18 dagi. Ftor endi ishlamaydi deya olmaymizki, qachon qo'llanmaydi? Masalan, bosh miya o'simtalarida, chunki glyukoza normada bosh miyada yig'iladi. Aktiv bo'lib turadi, o'shaning uchun bosh miyada yig'ilgan joyda biz qanaqadir mayda o'choqlarni o'tkazib yuborishimiz mumkin. Buning uchun bosh miyada eng standart bo'yicha ishlatilgani bu MRT kontrast bilan. Agarda PET kerak bo'lsa, endi bizda unaqa radiofarm preparatlar yo'q, 11 uglerod metionin. 11 uglerod metionin hali O'zbekistonda yo'q. O'shaning uchun faqat hozir qilinadigan narsaki MRT kontrast bilan. Bir xil holatlarda bo'ladi. Agar bemor bosh miyada o'simtasi bo'lsa, doktor metastazga shubha qilsa, bu o'simta birlamchi emas, metastaz. Unda butun badanni PET qilsa bo'ladi. Agar bir qayerda birlamchi o'chog'i bormi, yo'qmi, shunda. Yomon ishlashi ftor qachonki mana aytganimizdek, agarda prostata bezi saratoni bo'lsa, bunda ftor 33-35% ishlashi mumkin, qolgan holatlarda ishlamaydi. Neyroendokrin o'smalar, karsinoidlar, unda DOTAni ishlatish kerak. Yana masalan o'pkada ham melkoklеточный rak, bu ham bir neyroendokrin turiga kiradi. Hamda mutsinoz deyilgan ko'proq suyuqlik bo'lgan o'simtalar, ular ham ftor uncha yaxshi o'ziga yig'maydi. Sarkomalarda ishlaydi, sarkomalar yig'adi. Sarkomalarda yaxshi. Limfoma, sarkoma ularda protokollarda bor. FAPI-PET degan yangi turdagi PET eshitdimmi? Bir necha yil oldin, 1-2 yilmi, 1 yilmi oldin FAPI-PET degan iskitdan bo'lsa kerak, lekin ma'lum bir FAPI-PET u radiofarm preparat, bizda O'zbekistonda unaqa radiofarm preparat biz ishlatamiz. Ichki saratonlarda ishlatilganda hop PET, mana siz aytdingiz, MRT bu anatomiyasini ko'rsatadi dedingiz. PET aytdingiz, bu molekulyarniy holatiga, buni onkologik klinikani faolligini ko'rsatadi degan tushuncha desa bo'ladimi? Endi qarang, effekt Warburg degan tushuncha bor. 1931-yilda olim Warburgni tasdiqlaganki, hujayralar, rak hujayralari o'ziga ko'proq energiya kerak, ularga ko'proq pitaniya, glyukoza kerak. Shuning uchun ular masalan biz mana FDGni yuborsak, glyukozani yuborsak, o'ziga ko'proq, chunki metabolizmi kuchli. Biza shu ftor metabolizm o'zbekcha qilib aytsa, yashashi, kuchayishi, bo'linishi to'g'ri kletkaga qaraganda tezroq va ko'proq. O'shaning uchun shu bilan biz farq qila olamizki, bu o'simtada metabolizm ko'proq, shu xavfli o'simta bo'lishi mumkin. Metabolizm ko'proqligini показательный nomi nima? SUV standartizированный уровень захвата, standardized uptake value deyiladi. SUV. Masalan biz ultrazvukda, ultratovushda echogenniz deymiz, giperechogenniy yoki gipoechogenniy qora. Kompyuter tomografiyada zichlik, densniy, gipodensniy past, giperdensniy oq. MRTda intensivность, giperintensiivный, gipointensivный, bu yerda
tushuncha именно SUV. Qanchalik ko'p o'ziga yig'sa radiofarm preparati, shuncha SUVsi ko'proq bo'ladi. Shunchaki biza endi условно aytganda zlokачественность ko'proq. Lekin bu har doim ham ishlamaydi, lekin 2,5 dan baland bo'lsa, zlokачественный tomonga ko'proq moyilligi bor. Pastroq bo'lsa, boshqa narsaga bo'lishi mumkin. Har doim ham masalan 5 bo'lgan SUV har doim ham saraton chiqmaydi. Reaksiyonniy genez bor. Endi ложноположительный rezultatlar bor. Masalan, bir xil paytda yuborishadi, o'pkada qanaqadir o'zgarish bo'lsa, 1 santimetrmi, 2 santimetrmi tuberkulyoz ham bo'lishi mumkin masalan. Yoki hozir endi rivojlanayotgan saraton bo'lishi mumkin. Har doim ham ajratib berish imkoniyati bo'lmaydi, chunki tuberkulyoz ham yig'ishi mumkin o'ziga radiofarm preparat, sarkoidoz yig'ishi mumkin. Har xil holatlar bo'ladi. Har xil holat. SUV Max balandroq bo'lsa, albatta bu sarkoidoz, boshqalar emas, именно onkologik kletka deb tushunsa bo'ladimi? Yoki misol uchun 8, 10, 15 SUV Max'larda keyin SUV Max mana faolligini ko'rsatadi va anatomiyasini ham ko'rsatadi PET-CT. Bu ko'pincha ximiyadan oldin qilinadi. PET-CT stadирование uchun kerakmi, kerak emasmi? PET doktor uchunmi uchun kerak va bemor uchunmi uchun kerak? Ko'rsatmalar. Qachon ishlatiladigan narsa? Eng kerakligi stadирование. Masalan, bemorga rentgen qilindi, o'pkada pelvirik rak aniqlandi. Xo'p, biz yana nima qilishimiz mumkin? Kompyuter tomografiya qilishimiz mumkin. Lekin kompyuter tomografiyada ham qaysi limfa tugullar zararlangan biz ayta olmaymiz. Masalan, limfa tugullar o'lchamlari katta bo'lsa yoki diametri, qalinligi 1 santimetrdan ko'p kattaroq bo'lsa yoki bir sharsimon bo'lsa, unda bo'lishi mumkin metastaz deya olamiz. Lekin boshqa holatlarda ayta olmaymiz. PET imенно shuni ko'rsatib beradiki, qaysi limfa tugullarga metastaz bo'lganmi, bo'lmaganmi yoki boshqa organlarga metastaz bormi, yo'qmi. Keyinchalik qanaqa usulda bu bemorni davolash kerak? Hozirgi paytda operatsiya qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Yoki bu bemor kimiyami, nur olish kerakmi? Taktika bu yerda ancha aniq ma'lumot beradi taktikada. Stadирование uchun kerak. Albatta. Tarqovligini tushunish uchun stadирование oddiy qilib aytsam, tarqovligini tushunish uchun qayerda nima bor, qanaqa faolligida bor. Keyin ikkinchisi 3 oy bilan misol uchun ximiya qilinadigan bo'lsa, nur qilinadigan bo'lsa, 3 oy o'tib yana PET qiladimi yoki qanaqa? Davolashdan oldin PET qilinadi. Bir jarayonni bilib olamiz. Keyin masalan bir nechta ximiya olgandan keyin yoki qanaqadir terapiya olgandan keyin yana qilinadiki, bu ximioterapiya yordam beryaptimi, yo'qmi? Правильное направление или нет. Samarasi qanchalik shunda qo'llanadi. Ham yana holatlar bo'ladiki, bir xil payt masalan UZIda, ultrazvukda jigar ko'rganda metastazga shubha bor. Lekin bu ham qatdan metastaz. Yoki mana o'pkani rentgen qilganda bir nechta hosillar bor. Bu ham metastaz bo'lishi mumkin. O'sha birlamchi o'chog'i bilish uchun ham PET qo'llanadigan usul. Eng birinchi rakva kletka metastazirованный emas, misol uchun o'pka saratonida o'pkada o'tirgan izначально birinchi опухоль SUV Max ko'proq bo'lishi aniqmi metastazga qaraganda yoki yo'q, bunaqami? Yo'q. Birlamchida ko'proq bo'ladi yoki kamroq bo'ladi deyish noto'g'ri, chunki metastaz paydo bo'lgandan keyin metastaz ham o'zini hayotini boshlaydi. Bu как отдельный опухоль. SUV balki undan ko'proq bo'lishi mumkin birlamchi. Lekin ko'pincha birlamchi o'choq endi sal kattaroq bo'lishi kerak, SUVsi ko'proq bo'lishi kerak. Har doim ham unaqa bo'lmaydi. Tushunarli. Stadирование qilayotganda, mana misol uchun ma'lum bir shifoxonalarda ko'rganman, doktorlar ham boradi, PET qildiradi-da va MRT lar qildiradi. Misol uchun kontrastli MRT qorin, kontrastli MRT motos, bemorlar men PET qildim-ku, menga nima keragi bor MRT deb aytadi-da. Shu masalada qanaqa tushunchasi bersangiz? Endi universal usul yo'q. Har bir usulda o'zini pozitiv tomonlari bor, qanaqadir выявляемости bor. O'shaning uchun bir-biriga qo'shimcha ma'lumot beradi. MRT PET-ga, PET MRT-ga, ham kompyuter tomografiya. Bu individual holat. Har bitta masalan, har doim mana shunday qilish kerak deya olmaymiz. Har bitta bemor individual. O'shaning uchun kerakli paytda balki kompyuter tomografiya qo'llanadi yoki PET yoki MRT bilan PET
har doim ham qo'shimcha ma'lumot olsak bo'ladi. Tushunarli. MRT birinchi men adashmasam O'zbekistonda Fedorovичda 3 Tesla apparat bo'lgan. Biz misol uchun kasallik olganimizda faqat Fedorovich aytardi. Fedorovичga boraylik, eng zo'r Tesla, 3 Tesla O'zbekistonda faqat bitta. Hozir ko'paydimi? Hozir ko'paydi. 3 Tesla apparatlar bor, bir nechta klinikada. Bir nechta klinikada bor. MRTda men o'zim tajribamni aytib beraman. Fedorovичga kirsam, bir sariq kirtogandek bo'lgan barasiga. Qatman uchun katta experience bo'lganda, opit bo'lgan. Juda ham chiroyli deychi. Qanaqadir Sasuke Harumiga o'xshatganman. Ajoyib chiroyli, apparati ham zo'r. 3 Tesla'dan nima farqi bor? 1.5 Tesla katta farq qiladimi yoki yo'qmi? MRTlarning asosiy ishlatiladigan sohasi qat. Men misol uchun whole body bor-ku, ko'pga analogik nimadir. Unda MRTni funksiyasi nimadan iborat? Shu to'g'risida aniqlab bersangiz. Endi MRT qanchalik pola deymiz, polasi kuchli bo'lsa, shunchalik olayotgan tasvir yaxshiroq, sifatroq bo'ladi. 3 Teslada yaxshi. Hozir masalan, dunyoda klinikalarda ham 5 Teslali apparatlarni o'rnatib ishlatishyapti. Bor 5 Teslali apparat. Afzalligi 3 Teslani 1.5 Tesla. 1.5 Tesla standart, juda yaxshi usul desam ham bo'ladi. 3 Tesla afzalligi masalan bosh miyada, orqa miyada, bo'g'imlarda 3 Teslada ma'lumot ko'proq olsa. Masalan 3 Tesla nima bilan farqi? Artefaktlar sal ko'proq bo'lishi mumkin 3 Tesla, chunki sezgirligi baland. Artefaktlar masalan MRT yurakni qilganimizda yoki MRT qorin bo'shlig'ida ichaklar shunday artefakt berishi mumkin. Shuning uchun 1.5 Tesla ko'proq qo'llaniladi. Lekin 3 Teslada ham ko'rinadi. Asosiy aytmoqman, stabil holatga keltirib bu fiksatsiya qiladigan, masalan bosh miya qimirlamaydi, bosh miya, orqa miya, bo'g'imlarda prostata bezi masalan shunda ko'p ma'lumot olsa bo'ladi. 3 Tesla apparat. MRT demak bosh miya, umurtqadagi muammolarda, suya saratonlarida, tozda multiparametrik MRT prostataniga, tozda ayollarda ham, erkaklarda ham MRT afzal. Ko'krak qafasi bu KT. Ko'krak qafasi bu KT 90% KT, chunki biz o'pkadagi bir kasalliklarni aniqlashimiz kerak, ko'ks oralig'idagi kasalliklar plus KT kontrast bilan o'pka sohasini. MRT qachon ishlatiladi ko'krak sohasiga? Masalan, zagrudinniy zob bo'lsa, katta zob bo'lsa, pastga tarqalgan bo'lsa, shuni qanchalik pastga kirgan, shuni aniqlash mumkin. MRT qon tomirlarini, masalan, aorta, shunda aortada disseksiya bormi yo'qmi, uni ham MRT qilib ko'rsa bo'ladi. Hamda yurak MRTsi. Endi yurak MRTsi bu bir murakkab tekshiruv hamma joyda ham qilinmaydi. Qorin bo'shlig'iga nazar solsak, bu yerda qorin bo'shlig'ini ham MRT qilinadi, qo'llaniladi. Ayniqsa jigar kasalliklarida MRT, jigar hamda yuraklar kasalliklarida MRT qo'llaniladi. Kompyuter tomografiya qachonki? Kompyuter tomografiya ko'proq bu shoshilinch tibbiyotda ishlatiladigan usul. Masalan, bosh miya. Tez yordam olib keldi bemor hushida emas, lekin klinika bor, insult klinikasi bor. Xo'p, bu bemorda gemorragik insultmi yoki ishemik? Qon quyilganmi yoki tomir yopilganmi? Chunki taktikasi ham har xil. Shunda kompyuter tomografiya qilib, qon quyilibdi, kontrast berib, qaysi joyda anevrizma nima bor, shuni aniqlab yopish kerak. Qon quyilmabdi, ishemiya mana bor bu sohada yoki trombolitik qilish kerak shu. Bir xil paytlarda, masalan, bemorni 2 soat, 3 soat anaqasida olib kelishsa, har doim ham ishemik insult ko'rinmaydi KTda. Chunki hali nekroz rivojlanmagan. Bunda MRT qilsa bo'ladi. 2 soatdan keyin lakunarniy infarkt bo'lsa ham, diffuzyonniy взвешенный MRT DVI da уже MRT da ko'rinadi bu narsa. Bu yerda ham ko'ryapsizmi, ikkita usul, buni ham ishlatish kerak. Travmalarda, dramatik holatlarda kompyuter tomografiya, masalan, politravma deymiz,
yoki mana высотник deymiz, tushib ketgan yoki avtotravma hushsiz bemor keldi, nima qilish kerak? Qaysi brigada birinchi bu bemor bilan ishlash kerak? Neyroxirurglarmi yoki abdominal xirurglarmi? Shunda KTda aniqlab bersa bo'ladi. Qolgan holatlar tezroqmi? Tezroq, chunki kompyuter tomografiya juda tez usul, sekundlarda bir xulosa bera oladi. 7 sekund, 6 sekundda olib beradi. Qon boshlig'ini bir 10 sekundda olib beradi. Hozirgi tomografiya, multispiral tomografiya deymiz, MSKT deymiz. Endi hozir mana MS anaqasini ham olib tashlasa bo'ladi, chunki hamma apparatlar MSKT. Kompyuter tomografiya desa ham bo'ladi, chunki xorijlik literaturlarda ham уже MDCT deb yozmayman, CT. Bilamizki CT. Men turgan hozir MSKT, MSS olib tashlasa bo'ladi deganingizga kulgim keldi. KT deb yozaman-da, masalan, KT deb yozib bersam, bemor telefon qiladi, KT yozib keladi. MSKT ko'pincha mana MSKT qildim, KT qildim. Hozir hamma apparat multispiral, zamonaviy apparatlar shu. PET onkologiyadan tashqari, hozir mana bir narsaga o'tmoqchi edim. PET onkologiyadan tashqari yana qayerdadir qo'llanadimi? Qo'llanadi, nevrologiyada qo'llanadi, kardiologiyada qo'llanadi. Nevrologiyada qachonki epilepsiyalarda, tutqanoq kasalligida har doim ham MRTda shu achakka ko'rish qobiliyatimiz har doim ham bo'lmaydi. Norma deb yozib beramiz. Kontrast bilan ham ko'rinamiz. Epi protokol deganlari bor, 1 millimetrdan ko'radigan. Unda ham bir xil paytda chiqmasligi mumkin. Shunda nevrologlar yuborishi mumkin. Bu sal boshqacharoq usul, butun tana ko'rilmaydi, faqat bosh miyani o'zi. Masalan, butun tana ko'rilganda bemor 1 soat radiofarm preparati yuborilganda yotish kerak. Bu yerda 20 minut, 30 minutdan keyin olsangiz bo'ladi, chunki glukoza aytganimdek aktiv yig'iladi bosh miyada, dozasini ham kamroq doza yuboramiz. Shunda agar achak bo'lsa, o'choq bo'lsa, unda metabolik aktivnosti pastroq bo'ladi shu joyda. Lekin teskarisi bor. Lekin agarda bemorda sudurga bo'lgan bo'lsa, bugun sudurga bo'lgan bo'lsa, PET qilsangiz nabarot aktivnosti baland bo'ladi. O'shaning uchun biz har doim so'raymiz, qachon oxirgi marta sudurga bo'ldi? 5-6 kun bo'ldi desa, unda qilsa bo'ladi. Agar mana ertalab bo'ldi desa, unda noto'g'ri ma'lumotlar chiqishi mumkin. Nevrologiyada ham Alzheimer kasalliklarida, har xil demensiyalarda ko'rsak bo'ladiki, bemor bosh miyani qaysidir sohasida aktivnost pasayadi. Qaramasdan qaysidir sohasida pasayadi. Ikkinchisi kardiologiyada жизнеспособность miokarda deyiladi. Shunda ham kardiologiyada har xil radiofarm preparatlarini ham ko'rsa bo'ladi. Qaysi sohada ishimi bo'lgan soha tiklansa bo'ladimi, yo'q, aytsa bo'ladi. O'zbekka men bitta o'rtamga Yaponiyaga borib keldi-da. 2-chi oldimman. Yaponiya bilan birga ishlashadi. Aytdiki, biz check-up qilishdi dedi-da, Yaponiyada. PET qilibdi, check-upga PET qilibdi. PET dedim, ko'zlarim katta bo'lib. Ha, bunga qanaqa qaraysiz? Endi misol uchun 50 yoshda yoki 40 yoshda, 30 yoshda qanaqadir yoshli bo'lib etib ko'raylikchi. Endi qarang, mana men leksiyalarda ham o'qiganda aytamanki, PET faqat doktorning tavsiyasi bilan. Nimaga? Bu yerda butun tanani kompyuter tomografiya qilinadi, bu nurlanish. Ikkinchisi, yana biz izotop yuboramiz, bu ham nurlanish. Shuning uchun har bir protokolda qancha millizivert olganini yozishimiz shart. Bu jinsi bor, nurlanish bor. Endi bir xil bemorlar keladi. Masalan, men 50 yoshman, pulim bor, PET qilmoqchiman, bilmoqchiman, qayerdadir menda onkologiya bormi, yo'q. Bu meni xohishim, men bilaman, nurlanish bor, zararlanish bor, qayerga qo'l qo'ying. Qilmoqchiman. Yo'q deyolmaymiz, odam keldi qildi. Lekin ko'pincha doktor tavsiyasi bilan kerakli paytda, masalan, PETsiz ham diagnoz qo'ysa bo'ladi. Onkologiyani boshqa screening ma'nosida. Mana hozir screeningda masalan hozir low dose CT kam doza berib, KT ham qilib, hozir zamonaviy KTlarda low dose qilib, shunda ham o'pkada saraton bormi yo'qmi aniqlashni hozir qo'yishyapti yo'lga, как screening. Masalan, endi bilasizlar, oldin fluorografiya qilinardi. Qanchada bir low dose CT? Qanchada bir screening yilda bir martalabmi? Yilda bir marta, 2 yilda bir marta qilsa bo'ladi. Ham ko'p
qilsa bo'lmaydi. Oldin fluorografiyada ishlatiladi. Endi fluorografiyada oxirgi stadiyasida ko'rinadi, har doim yaxshi ko'rinmaydi. Yoki sifrovoy hozirgi rentgen, raqamli rentgenlar, sifatli rentgen plyonkalarda u ham yaxshi ishlatiladi, lekin low doz ham ishlatsa bo'ladi. PET screening uchun aytayman, u odamning xohishi, lekin biz aytishimiz kerak, qanaqa zararlar bor. O'shanda agar bemor yo'q, men qilmoqchiman desa qilishi mumkin, lekin men tavsiya qilmasdim. Mana izluchение dedingiz-ku. 3 ta tekshiruvimiz bor deb aytaylik. MRT, PET и КТ, MCKT deb aytaylik. MCKT. MRTda umuman nurlanish yo'q. Umuman nol. Magnit. PETda KTga qaraganda nurlanish bir necha marta ko'proqmi? Rentgendan boshlaylik. Rentgendan boshlaylik. Rentgen, masalan, o'pkani rentgen qilinganda nurlanish olganda bemor ham KTda 70 barobar ko'p. Rentgenga qaraganda KTda masalan siz 70 marta rentgen qilishingiz mumkin. KTni o'rniga. Odatda shunaqa. Endi aytayman, PET KT butun tana KT tushadi, ham izotop bor. Hozir aytaman, KTdan PETdan agarda где-то 5-6 millizivert bo'lsa, KT всего tела bo'lganda plus 12-15 millizivert bo'lishi mumkin. Taxminan barobar, sal KTda ko'proq. Endi PETda doza, qancha doza kiritish ham bu ALARA degan prinsip bor radiatsion безопасности, as low as reasonably achievable. Shunchaki kam doza beringki, sifatni yo'qotish kerak emas. Ko'p doza bersangiz yaxshi sifat bo'ladi. Kam doza berib qo'ysangiz sifati yaxshi bo'lmaydi. Lekin shu biz bir o'rta joyga olishimiz kerak. Ham apparatingiz agar sezgir bo'lsa, shunda kamroq doza berishingiz mumkin. Kamroq doza berib, kerakli vaqtda, lekin kamroq doza berganingizda, skan qilganingizda ko'proq vaqt ishlatishingiz kerak. Masalan, vaqtingiz bemalol bo'lsa, bir yarim soatda bemor skaner. Endi agarda potokka qo'yib, bemor tez o'tkazaman, 15 minutda o'tkazaman, 10 minutda o'tkazaman desangiz, unda dozasini ko'proq berishingiz kerak. Shu proporsiya bor. MRTda nurlanish yo'q, PET-KTda nurlanish kerak. UZIda ham nurlanish ultratovush. UZIda. Противопоказания, qarshi ko'rsatmalar bormi PETga? PETga eng birinchi qarshi ko'rsatma homiladorlik. Chunki endi bu yerda aniq biz qila olmaymiz. Emizayotgan bo'lsa ham qilsa bo'ladi, lekin относительно противопоказан, lekin o'sha kuni bolani emizish mumkin emas. Bu yerda yana nima? Glyukozani tekshiramiz biz. Qondagi glyukoza 11 dan baland bo'lsa olish kerak emas odatda. 15-20 bo'lib ketadi, glyukoza odatda bemorni относительно противопоказание. O'zi tor dezoksirglyukoza yuborishga qanaqadir bir masalan biz KT kontrastlarda побочный reaksiya deymiz, bo'lishi mumkin. Bu preparatda bo'lmaydi. Bu preparatda bo'lmaydi. Bemor qilsa bo'ladi. Qarang, mana PET qildi, izotop berildi. Izotop пероральныйmi yoki внутривенный beriladi. PETdan keyin mana misol uchun men eshitganman tavsiyani 24 soat chaqaloq bor uyga kirmanglar yoki izolyatsiyada o'tirgan yaxshiroq degan gap shu narsada ham shu masalada bemor o'zidan nur chiqaradi, chunki preparat bor, izotop bor. O'shaning uchun tavsiya qilamizki, 24 soat bo'lmasa ham bugun kech paytgacha bir boshqa xonada o'tiring, отдельно o'tirishingiz kerak. Yosh bolalar yoningizda bo'lmagan ma'qul. Shu bemorlarga ham aytamiz, bizdan chiqib, agar siz qaysidir kasalxonada bo'lsangiz, kasalxonaga borib o'zingiz palatangizda o'tirishingiz kerak. Agar uyda bo'lsangiz, uyingizda o'tiring. Endi bir marta shunaqa hodisa bo'ldiki, bemor biladi shuni. Bir ayol bolasini olib kelgan, o'g'lim 12 yosh, 13 yosh. Ikkinchi marta o'tishligi paytda bemor kim? Bolami, onami? Ayol kishimi, bemor? Yo'q, bemor bolasi. Bolasi endi kelishgan Toshkentga, bemor endi biz har doim bemorga beramiz, qo'l qo'yishadi, hammasini tushuntiramiz, meditsinlarimiz tushuntiradi. Shunda tushuntirishgan, atagan PET o'tishgan. PET o'tgandan keyin bemor klinikada ham bir pas vaqt o'zini palatasida o'tirish kerak. Qancha bir soat shu yerda o'tirish kerak, unda ham aksiyani tushadi. Undan keyin bemor ketgan,
bo'ldi, ketdik, xayrlashib ketishgan. Bir 2 soatdan keyin MCSdan telefon. Mana shunaqa bemorsizda bo'ldi, tinchlik. Bular Tashkent Cityga borib, kinoteatrga tushmoqchi bo'lgan, qayerdadir datchik bo'lgan. Bemorga tushuntirilgan onasiga. Endi kinoga bormoqchi bo'lgan bolani, tushunasizmi? Endi shunaqa holatda bor ekan, hammasini tushuntiramizki, bu yerdan to'g'ri yoki uyga, to'g'ri yoki kasalxonaga borishingiz kerak. Vau, ajoyib. Samolyotda ham uchib keta olmaydi. Bizga Tojikistondan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan bemorlar kelishadi. Tushuntiramiz, bugun hozir uchib keta olmaysizlar, chunki aeroportdan yo'qotda datchik bo'lsa, sizlarni o'tkazib. Yoki granitsadan o'tkazayotganda samolyotdan va shunday o'tadigan granitsa biz spravka yozib beramizki, bemor bizada bugun shunaqa tekshirish o'tdi. Ularda ham lekin ular ko'rsatadi, mana shunaqa qatdandir datchikda bo'lsa, yetish kerak. Ya'ni umumiy jamoat xavfsizligi uchun MRT to'g'risida aytdingiz, to ma'lum bir tekshiruvlarda MRT asosiy anaqa instrument diagnostikada, bosh miya, umurtqalarda, prostatada, jigarda dedingiz, suyak saratonlarida, petdan tashqari endi. Onkologiya mas tekshiruvlarda MRT. MRTni внутривенный kontrastli, kontrastsiz emas, og'izdan ichiladigan kontrastli bo'ladimi yoki hammasi внутривенный bo'ladimi? Shu to'g'risida ma'lumot bering. Kontrast har doim ham qilinmaydi, lekin ko'pincha kerak bo'ladi. MRTda внутривенный kontrast bilan agar bosh miyada qanaqadir o'zgarish, o'choq aniqlansa, kontrast berish kerak. Qorin bo'shlig'iga keladigan bo'lsak, albatta jigarlarni ham kontrast bilan ko'rish kerak. Bu buyrak, me'da osti bezi, uni albatta kontrast bilan ko'rish kerak. Bu suyuqlik ichiradigan ko'pincha bu kompyuter tomografiyada qo'llaniladigan narsa, peroralniy kontrast deymiz. Shu kontrast moddani suvga aralashtirib bemorga beramiz ichishga. Shunda me'da, ingichka ichak, yo'g'on ichak hammasi yaxshi ko'rinadi. MRTda usul bor, MR enterografiya deyiladi. Ingichka ichak tekshiriladi. Masalan, me'dani, yo'g'on ichakni endoskopiya usuli bilan, gastroskopiya, kolonoskopiya bilan ko'rsak bo'ladi. Lekin ingichka ichak har doim qolib ketadi. O'shaning uchun o'rtada qolib ketadi. O'shaning uchun ingichka ichakni usuli bor, ko'riladi, shunda suyuqlik ichiriladi, spazmolitiklar beriladi hamda MRT qilinadi. Lekin ko'pincha внутривенный kontrast ishlatiladi. KTga qaraganda MRTda внутривенный kontrastni dozasi kichkina bo'ladimi? Bu har xil preparat. Kompyuter tomografiyada qo'llaniladigan kontrast modda o'zida yod bor tarkibida. MRTnikida gadolin, boshqa narsa. Yuborishi ham kamroq yuboriladi. Masalan, kompyuter tomografiyada kilosi, odamning kilosiga taxminan 1 millilitr 1 kilo taxminan. Har doim emas, masalan 60 kiloli odam bo'lsa 60 millilitr kontrast yuboriladi. Yo'q, 70 shunaqa. MRTda. Yo'q, KTda. MRTniki masalan 100 kiloli bemorga 20 millilitr yuboriladi, 50 kiloligi 10 millilitr. Hajmi kamroq. Bunaqa ko'p ishlatish shart emas. Lekin umuman har xil narsalar bilan. KT kontrast bunga reaksiya bo'lishi mumkin. MRT kontrast bilan solishtirganda MRTga juda kam bo'ladi, lekin unda ham bo'ladi. KTda ko'proq reaksiyalar bo'lishi mumkin, allergik reaksiyalar deymiz. Bronxospazm bo'lishi mumkin, давление yo tushib ketishi mumkin, yo ko'tarilishi mumkin, отек квинки bo'lishi mumkin, shuna krapivnica bo'lishi mumkin. Endi u kamdan kam bu ham uchraydi, lekin bo'lishi mumkin. O'shaning uchun biz bunga tayyor bo'lishimiz kerak. Har bitta KT xonasida kontrast ishlatilsa, yoki shkaf, yoki chemodanchik первой помощи deyiladi, ekstreniy, albatta gormonlar, adrenalin shunaqa narsalar bo'lishi kerak. Bo'lishi kerak, chunki tez yordam berishingiz kerak. Yana KTda masalan biz nimaga bemorga KT kontrast qilishdan oldin analiz topshirtiramiz, kreatinin. Chunki buyrakni ishlash qobiliyatini bilishimiz kerak. Kreatinin baland bo'lsa, HPM bo'lsa, hech qo'yishning достаточно bo'lsa, ko'pincha kontrast qilinmaydi. Unda KT qilinmaydi-da, MRT qilsa bo'ladi. Mana shu bitta savol. Ya'ni HPM bo'lsa, misol uchun 4-stadiya yoki 5-chi HBP deyilar ekan hozir, xronическая почечная болезнь 4 yoki 5 bo'lsa, kreatinin juda baland, klirinsi kichkina kreatininni.
Shunda, misol uchun, HPND to'g'ri bo'lsa, KT qila olmasa, MRT ga относительно противопоказание, bu KT ga противопоказание, misol uchun, MRT ga относительно противопоказание MRT qilsa bo'ladi. bo'ladi. Kontrast bilan ham. Kontrast bilan qilsa bo'ladi. Chunki MRT pochka bunaqasi ta'siri yo'q. Masalan, shu 5-stadiya deyapsiz, dializli bemorlar. Ularga qilsa bo'ladi qachonki, masalan, bugun kontrast qilasiz, KT, o'sha kuni borib dializ qilishadi. Shunaqa qilsa bo'ladi. Bo'ladi, ham yo'llari bor. Qilsa bo'ladi. Yana biz aytdik, qarshi ko'rsatmalar, PETda aytdik, homiladorlik. Masalan, kompyuter tomografiyada ham rentgen nurlari, bu ham qarshi ko'rsatma homiladorlik bo'lganda. Lekin nima bor bu yerda? Masalan, ayol kishi qanaqadir travma bo'ldi, boshidan travma bo'ldi. Homiladorlik KT qilsa bo'ladimi? Yo'q. Bo'ladi. Qornini yopib, har tomonlama rentgen защитный fartuq bor. Oldi tarafdan, orqa tarafdan hamma yonni yopib, bosh miyani ko'rsangiz bo'ladi. Пожизненным показанием. Qilsa bo'ladi, lekin PET qila olmaymiz. Qarang, PET KT dedi u, hozir MRT to'g'risida ham gaplashdi. PET MRT ham bormi? PET MRT ham bor. PET KT 80-yillar boshlarida qo'llanib, PET MRT bir 10 yillardan keyin undan ko'proq zamonaviy usul desak bo'ladi. PET MRT bu usul har doim ham ishlatiladigan usul emas. Masalan, bosh miyada, masalan, shu prostata bezi saratonida PET MRT qilsa bo'ladi. Shunda MRT ni ham, PET ni ham bitta apparatda qilasizda. MRT dan ma'lumot olasiz, masalan, kontrast bilan ham ko'rsangiz bo'ladi. Ham shu joyi o'zida bemor chiqarib bormaydi, PET ni qilsangiz bo'ladi. Shu afzalligi shunda. Lekin ko'pincha PET KT ishlatiladi, chunki sal osonroq usul bunga qaragan. PET MRT ham hamma joyda bo'lmaydi, rivojlangan davlatlarda ham unaqa ko'p emas. MRT to'g'risida yana bitta narsa so'rab o'tmoqchi edim. Nurlanish yo'qligi to'g'risida yana qayta aytib o'tib ketyapman. Chunki MRT ga tushdim, 3 oy bo'ldi-ku, hozir yana nurlanamanmi degan savol uchrab turadi-da. Endi MRT da protezlar masalasiga keladigan bo'lsa, tish protezi yoki yurakda qanaqadir plastinkalar turgan bo'lsa, shu masala to'g'risida tushuncha bersangiz. MRTda противопоказаниялар kardiostimulyator. Chunki MRT ga kirgan bo'lsangiz, mana kirdim deyapsiz, eshigida har bir MRTda sxema yoki bir rasmni chizib qo'yadi. Kardiostimulyator, ferromagnitniy implantlar, soat bilan kirsa bo'lmaydi, telefon bilan kirsa bo'lmaydi, magnit kartochkalar bilan kirsa bo'lmaydi, ishdan chiqadi. Kardiostimulyator ham bir batareykadek narsa, bu ham ishdan chiqishi mumkin. Lekin mana yaqin shu 1 yil ichida MR совместимый kardiostimulyatorlar ham bor ekan, lekin menimcha bilmadim O'zbekistonda bormi yo'qmi, lekin bor ekan. Hozirgi mana ko'pchilikda implantatsiya sustav bo'g'imlarda operatsiya qilib bo'g'imlar almashtirilyapti. Bu materiallar ham MR совместимый qilsa bo'ladi. Lekin eski mana shtift, temir shtift qo'yilgan bo'lsa, apparat ilizar va mana shunaqa narsalarda MRT qila olmaymiz, chunki o'ziga tortib oladi, kuchli magnit bo'lgani uchun. Shu asosiy implantlar. Endi u implantlar hech qayerga qo'zg'amaydi. Masalan, agarda bosh miyada operatsiya bo'lib klipsa bilan yopilgan bo'lsa, anevrizma, temir klipsa bilan, bu ham mumkin emas qilish. Tanada boshqa sohasida bo'lsa mumkin, lekin bosh miyadagi mumkin emas. Endi bemor tekshirishdan o'tishdan oldin biz опросник deymiz, informatsion list, shunda yoziladi. Men shunaqa aytib o'tamanki, badanimda hech qanaqa temir anaqalar yo'q, askolkalar yo'q, u yo'q, implant yo'q, kardiostimulyator yo'q deb yozib qo'l qo'yadi. Albatta bemor, shuni biz aytib o'tishimiz kerak. Ham laborant, rentgen laborant shu MRT xonasiga kirgizayotganda metal detektori bor. Agar qanaqadir shubha bo'lsa, shu metal detektor bilan yana bir bor bemorni tekshirib chiqish mumkin. Men savol bera olmagan birorta joy bo'lsa, asosan ko'p uchraydigan mana послание deymiz-ku, bemorlar uchun qanaqadir muhim bo'lgan ma'lumotlarni men so'ramagan qismi bo'lsa, aytib bera olasizmi, Nizar aka?
Endi bilasizmi, implant to'g'risida so'radi. Mana qarang, mana MRT bo'yicha Aha. yaqinda ham bo'lib o'tdi. Bir ayol qizini olib keldi, 20 yoshmi, endokrinolog yuborgan, gipofizni tekshirish kerak. Gipofiz endi bilasiz, bosh miyaning eng pastki qismida breketlar bor. Breketlar shunda aytdiki, hozir bu bo'lmaydi. Chunki breketdan fond artefakt beradi, qop-qora bo'lib turadi mana bu soha, gipofiz ham ko'rinmaydi. Nima qilishimiz mumkin? Yoki breketni yechib kelasizlar, yoki breket yechilgandan keyin MRT qilishingiz mumkin. Boshqa ilojisi yo'q. Kompyuter tomografiyada masalan gipofizni tekshirilmaydi. Mikroadenomani albatta MRT kontrast bilan qilish kerak. Shunaqa holatlar bor. Agar ko'p implantlar bo'lsa, tishki implantlar bo'lsa, u ham katta artefakt berishi mumkin shu sohada. Lekin implant chiqib ketib, bunaqa narsalar bo'lmaydi. Endi aytib o'tmoqchi bo'ladigan narsa, usullar har xil. O'shaning uchun nafaqat bemorlar, balki doktorlar ham kollegialность deyiladi-yu, shu bir-birini onkologmi yoki jarrohmi yoki terapevtmi, shu radiolog bilan, renginolog bilan yaxshi munosabatda bo'lib, mana shunaqa bemorim bor. Mana kecha bo'lgan holat, kardiolog telefon qilib, ehoda yurakda bir anevrizmaga o'xshagan narsa, lekin qaysi tomonga chiqyapti, nima bo'lyapti yoki defektmi, shuni bila olmayapmiz. MRT ga yuboryapmiz. MRT ga sal ochilib ko'proq 3-4 kundan keyin qilinar ekan. Shunda men aytdim, ehoni yuboring, menga ehoni yuborishdi. Hozir savol nimada? Shu defekt, anaqa qorinchada defekt bormi, yurakda yo'qmi? Men aytdim, buni kompyuter tomografiyada ham yaxshi ko'rib aniqlasa bo'ladi. Lekin boshqa bir holatlarni MRT yo'q, bizga mana nima ish kerak edi. Bugun qilib berdik. Shunda katta defekt, bemor AKSH bo'lgan, o'rta qaradan shultirivniya bo'lgan, undan oldin infarkt bo'lgan. AKSH qilgandan keyin endi baribir chandiqlar paydo bo'ladi-yu yurakning atrofida. Qorincha yorilib ketgan. Tamponada bo'lmaganda perikardga yig'ilmasdan shu qorincha atrofiga lokalni yig'ilib qolgan. Gematoma bo'lib, o'sha yoqqa kontrast kiryapti kontrast, lekin infarkt nafaqat chap qorinchada, o'ng qorinchada ham bo'lgan, past qismida bu yoqdan bosim berib, o'ng qorinchaga prorив bo'lgan. Bu yoqda defekt, mana u yoq bilan bu yoqqa qon borib, men birinchi marta buni ko'rishim. Aytmoqchimanki, mana kardiolog telefon qilib, mana shunaqa bemorimiz bor, nima qilsak bo'ladi? Men MRT ham ko'rardi, lekin MSKda qilganimiz afzalroq bo'ldi, chunki 0.8 mm dan kesma qilib ko'ramiz. Shunda bizga kompyuter tomografiya ko'proq bu shu sohada, masalan, levojidlujkoy restriksionniy kardiomiyopatiya deydi. Kardiomiyopatiyalarni MRT da ko'rgan ma'qulroq. Amiloidoz MRT da ko'rgan ma'qulroq. Postinfarktli kardioskleroz ham. Har bitta usulni o'zini joyi bor demoqchiman. O'shaning uchun biz radiologlar ko'proq klinisistlar bilan muloqotda bo'lganda to'g'riroq, kerakliroq usulni ishlatgan bo'lamiz. Yangi murojaat qilishda muammo yo'q. Telefon qilib yozishib, albatta shunaqa masala. Sizni fikringiz nimadan iborat? Davay bir shu masalada oydinlik kiritishda, diagnostika qilishda sizni fikringiz, meni fikrim turib bitta maslahat qilib, maslahat qilgan ma'qulroq. Yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Masalan, xirurgiya markazida ishlaganimizda kompyuter tomografiyada bir narsani ko'rardik. Jarrohlar o'zi tushardi pastga, birinchi etajda edi. Bizning laboratoriyamiz pastga tushib, shu bemorni ko'rishardi. Qanaqa neki operatsiya qilgandan keyin bizga ham aytishardi, "Men bitta mamlaqa emas ekan, men bu narsa mamlaqa ekan." Biz ham shundan bilib olardiki, ham doktorlar ham kelib kompyuter tomografiya o'zligi ham ko'rishardi. Tushunyapsizmi? Chunki o'zini sohasidagi bo'lgan, masalan, nima deymiz, tarakalniy xirurg o'pkada operatsiyalar qiladi, bilib oladi. Hozir shu doktorlar ham o'zi bemalol disk ochib, o'zligi kompyuter tomografiyani ko'risha oladi. O'zligi ko'risha oladi. Endi xorijda bilasiz, kardiolog bo'lsa, o'zi exokardiografiya qilishi mumkin bemalol. Qiladi ular. Endi bizda bu отдельно, lekin o'zi qilishi mumkin. Bizda ham mana nevrolog bilan kelib gaplashib, qanaqa ekan, nima bo'ldi, o'zlari ham ko'radilar, qiziqish bor. Shunda aytaman, tandem bo'lsa, shunda bemorga ham yaxshi, kerakli usulni vaqtida ishlatishimiz mumkin. Yurak MRT deganingizga bitta narsa esga tushib qoldi. Gemoxromatozda yurakda, jigarda temir yig'ilib, plotnostini gramminimi qanday qilib o'lchanadi? Bu bormi O'zbekistonda? Bor. Gemoxromatoz ko'pincha jigarda
bo'ladi, selezyonkada qora taloqda yig'iladi. Shu plotность emas, bunda signal xarakteristikalari almashadi. Shunda T2 da masalan rejim deymiz, unda qoraroq bo'lib ko'rinadi. Yana in out phase in phase degani bor. Shunda ham farqi bo'ladi kema xromatozida, chunki temir miqdori organlarda ko'proq bo'ladi. Shuni bilsa bo'ladi. MRT bilan bilsa bo'ladi. Tushunarli. Bolalarda diagnostika qismi qop tilida farqli joyi bormi? Dozalarida yoki bu mumkin emas bola bo'lgani uchun degan joyi bormi sizlar ekan? Endi qarang. Bizning klinika pediatrik klinika emas. Shuning uchun bolalar bilan asosida unaqa ishlamaymiz. Lekin детская radiologiya degan, masalan, endi oldin Sanpedlar xos hammasi bir bo'ldi, universitet bo'ldi. Ularda o'zligini kafedrasi, shunda bolalar radiologiyasi baribir farq qiladi kattalardan. Baribir farq qiladi. Endi hali aytib o'tganimizdek, nurlanish bo'lgan usullarda kamroq ishlatishimiz kerak. Masalan, kompyuterni tomografiyani ham kamroq ishlatishga kerak, faqat kerak. Agarda boshqa usullar yordam bermasa, shuni bilsakki, o'shanda ishlatish kerak. Agar ultratovush bilan diagnoz qo'yish imkoniyati bo'lsa, yoki MRT bilan imkoniyati bo'lsa, unda shu usullarni ishlatish kerak. Bo'lmasa, kompyuter tomografiya yoki PETga kichkina bolalarni ham olib kelishadi. 1 yoshli, 2 yoshli bolalarni ham olib kelishadi. Chunki bu yerda biz diagnoz qo'yishimiz kerak. Zarar bilan qanaqadir foyda diagnozda har doim bir aniq qilishimiz kerak. Agar ko'proq zarar berib qo'yishimiz mumkin bo'lsa, unda qilinmaydi. Agar foydasi ko'proq bo'lsa, bu metoddan, bu usuldan, unda qilinishi shart. Men bolada bilasizmi, PET qachon ko'rdim? Rosa hayron bo'lgandim. Chunki u vaqtda hali tajribam unaqa zo'r emas edi. DCPda PET qilar ekan, bosh miyani aktivnosti qanchalik bor yo'qligini bilish uchun, qanchalik o'lik bosh miya yoki o'lik emas. Qiziq, biz ishlatmaganmiz. Uni orqasidan stelloviy kletka qilib turib, keyin ma'lum bir vaqtdan keyin mashqlar qilib, shug'ullanib, yana PET qilib, aktivность oshdimi, oshmadimi deb o'sha bolada shuni men ko'rdim. DCP holatida bolalarni imенно mana shu bosh miya holati. Endi mana MRT, KT, mana biz PET KT dedi, PET MRT dedi, KT MRT tandemi ham bor. Whole body. Whole body screeningida ishlatishlar qanchalik to'g'ri yoki indeks доверия deb aytaylik, mana spetsifичность degan so'z bor meditsinada. Ishonsa bo'ladimi shu narsaga, qilsa bo'ladimi har yilda yoki bir necha yilda bir martalab shu to'g'risida ma'lumot berasiz? To'g'ri savol. MRT whole body juda yaxshi usul. Bunda shu DBI deymiz, diffuzionно взвешенное изображение, impulsli последовательностlar qo'llanadi. Xavfli o'simtalarda DBI diffuziyasi ограничение diffuziya bo'ladi, pasayadi. Nimaga desangiz, u yerda hujayralar ko'p, межклеточный пространство kam. O'shaning uchun suvni diffuziyasi ограничение, restriksiyasi bo'lishi mumkin. Endi DBI pastga tushadimi? Endi qachonki ishlatiladi? Masalan, agarda whole body PETdan afzalroq bo'lganda yoki baravar bo'lganda PET ishlatilmasdi. Baribir PETdan sal pastroq turadi. Mana umumiy aytganda ayol kishi sut bezi saratoni bilan keldi. Mammografiya qilindi yoki UZI qilindi, biopsiya qilindi, tasdiqlandi, PET qilindi. Stadiyovaniya qilib qanaqa o'zgarishlar bor bo'lindi. Bemor terapiya oldilar. Ma'lum bir vaqtda yoki undan oldin, terapiyadan oldin PET qilinadi. Masalan, faqat jarayon sut bezida, boshqa joyda metastazlar yo'q. Ximiya qilindi, mastektomiya masalan qilindi. Qancha 6 oylardan keyin yo 1 yildan keyin whole body qilsa bo'ladi. Whole body chunki bu MRT zarari yo'q. Chunki biz bilganmiz, metastaz bo'lmagan. Hozir bemor ximiya oldilar, bo'lish kerak emas. Whole body qilinadi, whole bodyda hammasi yaxshi bo'lsa, shu bilan kontrol qilib tursa bo'ladi. Lekin mana praktikamda bo'ldi, 2 marta, ko'p emas, 2 marta whole body qilingan. Shu 1 oy ichida ishtama topilmagan, lekin bizda PET qilgandan keyin limfa tuguncha chiqqan.
Xo'p, ba'zi sog'lom odam uchun как скрининг instrument takkan qilsa bo'ladimi? Yilda bir martalab yoki 2 yilda bir martalab yoshga qarab farqi yo'q, yilda bir martami, 2 yilda bir martami zarari yo'q deyapmiz. Agar bemor qilgisi kelsa, borib qilsa bo'ladi. Hech qanaqa zarar yo'q. Xo'p, ba'zida KT qismi yo'qmi? Whole body MRTda o'zi KT qismi yo'q. MRT faqat. Lekin bizda bilamanki, disk olib kelishganda ichiga KTni ham qo'shishadi. Nimagadir KT qilishadi, chunki KTda mana masalan o'pka to'g'risida ma'lumot olsa bo'ladi, balkim shuning uchun o'pkani qo'shishadi. Lekin o'zi whole body MRI u faqat MRI. Faqat MRT. Lekin mana O'zbekistondagi qismida KT o'sha именно o'pkadagi o'pka saratonini ushlash uchun bo'lsa kerak-da, o'sha uchun qo'shilsa kerak. Bu безопаснойmi? Chunki aytdingiz-ku, KTda anaqa dozasi katta, radiatsiyasi katta, 1 yilda bir martalab yoki 2 yilda bir martalab qilsa minimalniy riskmi bemor uchun? Minimalniy. Endi bizda ishlatiladigan doza пределах допустимых doz deyiladi. Bu doza unaqa katta. Kontrastni bo'lmasa ham radiatsiya katta KTda. Radiatsiya katta. Endi biologический effekt deyiladi, nurlanishi biologik xususiyatlari. Mana biz solishtirgan. Masalan, bugun bemorga KT qildingiz, ko'p doza berdingiz. Bu degani ertaga bu bemorda rak bo'lmaydi. 10-15 yildan keyin bo'lishi mumkin. Risk, вероятность ko'payishi bo'lishi mumkin. 10-15 yil. Endi qarang, bizga kelyapti 15 yashar bola yoki 90 yashar bir qariya. 90 yashar qariya kelib, men nurlanishdan qo'rqaman. Qo'rqish kerak emas, chunki aytayman, bu effekt, biologik effekt sразу bo'lmaydi. Qanchalik 15 yashar bo'ladi, 30-35 yoshda rak bo'lishi mumkin. Endi bo'ladi deya olmaymiz, risk past, baribir bo'lishi mumkin. KT qilingan bilan qilinmagan bu odamni solishtirsangiz, KT qilingan odamda risk ko'proq. Qarang, radiatsiya to'g'risida hozir aytganingiz uchun bitta savol tug'ilib qoldi. Reproduktivniy perioddagi ayol kishi keldi, KT qilish kerak, misol uchun. Kerak. Uni toza a'zolarini o'sha fartuq bilan yopiladimi yoki shart emasmi? O'g'il bolada yopiladimi, yopilmaydimi? Reproduktivnosti mana bu yosh muhimmi yoki muhim emasmi? Mana misol uchun 50 yoshdagiga shart emas yopish degan tushunchalar bormi? Yo'q, endi biz bunaqa ishlatmaymiz, chunki birinchidan kerakli soha tushiriladi. Kerakli soha tushirilganda shu nur, rentgen nuri faqat shu joyga puchok bilan keladigan. Bu yoqqa o'tib ketmaydi. Endi baribir рассеянный излучение bo'ladi-yu, lekin shu berilgan joyga ko'pincha endi o'pka tekshirilganda bu yoni yopish praktikada qo'llanmaydi praktikada. Lekin masalan, uzr bo'ldim, angiografiya qilganda, chunki nurlanish kuchli, zashitka, fartuk bor bo'yinga, chunki shtavidniy железа qalqonsimon bez, fartuk kiyishadi. Unda personal o'zini himoya qilish kerak. Bizda KTda unaqa bu narsalar qo'llanmaydi. Savol, mammografiya, sut bezi deyotganingizda savol tug'ilib qoldi. Hozir bundan ushlab turdim. Sikldan qat'iy nazar mammografiya qilinadi. MRT kontrastmi, sut bezi bo'lsa, siklga aloqali joyi bormi? Bor. Siklda ginekologik organlarda ham, sut bezida ham bizda bir doktorimiz shug'ullanadi. Shu bilan sikl bor. O'shaning uchun har doim bemordan so'rab, palon kuni kelasiz deb aytiladi. Yozib qo'yishadi. Tugagandan keyin asosan 12-kundami shunaqa. Detallari bor, o'ziga yarasha detallari bor. Tushunarli. Shtavitka to'g'risida hozir gaplashgan sari biz bitta narsa, sizlarga narsa chiqib qoldi. Shtavitkada eng asosiy qo'llanadigan instrument screening sifatida UZI. Eng asosiy UZI. Yana ham jiddiyroq yondashaman desa, misol uchun grave nima bo'ladi? Bolezni toksikoz bor-ku. O'shanda yod bilan u bormi O'zbekistonda? O'sha yod jo'natib, haligi sintigrafiya qilib turib, hotspotlarni topib, bu ham bu tekshiruv yurayda ham bor, adashmasam, texnitsy bilan qilinadi. Bor bu narsa. Eng asosiysi qalqonsimon bezga bu ultrasvuk, ultratovush ko'p ma'lumot olsa bo'ladi. Agarda shunda qanaqadir o'choqlar bo'lsa aniqlansa,
MRT qilsa bo'ladi yoki biopsiya qilinib olingandan keyin undan oldinmi aytganingizdek sensografiya qilib горячий очаг, холодный очаг unaqa usullar ham bor, hammasini qilsa bo'ladi. Endi uni endokrinolog o'zi tavsiya qiladi qaysi usul kerak. Tushunarli. Bu уже jiddiylashgan, ancha jiddiy kasalliklar aniqlab bo'lgandan keyin lekin skriningda har doim o'zi eng asosiy instrument. Qorin boshlig'ida ham asosiy instrument o'zi. MRT MRT yaxshi ko'rib ochkilayman. MRT icheniki to'g'risida hozir ozgina o'tib ketdingiz-ku. Men bu o'rtada qolib ketgan kolonoskopiyada yetib bormaydi, gastroskopiyada yetib bormaydi. MRT nima dedingiz nomini? Enterografiya. Endi qarang, u yerda kontrastlimi, kontrastsizmi? O'zi kontrastsiz, ingichka ichakda unaqa ko'p, masalan, yog'oq ichagiga qaraganda ko'p kasalliklar uchramaydi, kamdan kam bo'ladi, lekin baribir bo'ladi. Limfoma bo'lishi mumkin. Ingichka ichak limfomasi bo'lishi mumkin. Men ko'rganman. Bor. Ikkinchisi Crohn kasalligi ingichka ichakda bo'lishi mumkin. Boshqa qanaqadir o'simtalar yoki bir torayish, yallig'lanish bo'lishi mumkin. Buni tekshirish uchun shu yoki MR enterografiya yoki KTda kontrast chirib ko'rsa bo'ladi. Enterografiya qilish uchun kolonoskopiya, gastroskopiyadagi ochish vaqti bo'lishi kerakmi? Bo'lishi kerak, albatta. 6 soat, 4 soat. Albatta bemor och qoringa kelishi kerak. Ham klizma qilib kelgani ma'qul qilish kerak bu narsani, chunki qorin bo'shlig'i toza bo'lishi kerak. O'zi MRTlarda, KTlarda, PETlarda och qorinli shartmi? Gastroskopiya, kolonoskopiya to'g'risida gaplashdi, och qorin shart dedi. Bu tekshiruvlarda ham och qorin bo'lishi shartmi? Kontrastli bo'lsa, kontrastsiz bo'lsa. Qarang, PETda och qorin bo'lishi shart. Shart. Minimum 6 soat och qorin bo'lishi shart. Ftor dezoksirglyukozni yuborsak, chunki bemorda glyukoza bo'lishi kerak emas. Agar mana ovqat yeb qo'ygan bo'lsa yoki shirin choy ichib qo'ygan bo'lsa, o'sha kuni biz qila olmaymiz yoki cho'zishimiz kerak, o'tirib turing deymiz, oxirgi bemor qilib olishimiz mumkin. 6 soat minimum o'tishi kerak. Gallium 68 PSMA dotalarda u shart emas. O shart emas. MRTda ham nimani tekshirishimizga qarab. Agar qorin bo'shlig'i bo'lsa, och qoringa bo'lish kerak. Bir xil menga disklar olib kelishadi konsultatsiyaga. Qorin bo'shlig'i tushirilgan, bemor ovqat yeb kelgan, ana qanaqasiga bunaqa olish mumkin? Bu texnik noto'g'ri qilingan narsa. Bemordan so'raladi, ovqatlandingizmi, yo'qmi, kontrast chiriladi. Endi o'zini qonun qoidalari bor. Masalan, o'pkani tekshirsangiz bunga farqi yo'q. Agarga kontrastli bo'lsa, kontrast modda yuborganingizda, endi aytdim, u sal og'irroq kontrast, KT kontrast, agar bemor yaqinda ovqat yeb kelgan bo'lsa, qo'ynanishi mumkin, mana shunaqa. Biz aytamizki, nonushta, yengil nonushta ertalab bir bitta buterbrod bilan choy ichib kelsangiz bo'ladi. Masalan, 7 da nonushta qilsangiz, 10-11 da tekshirish bo'lsa, KT kontrastga bo'ladi. Endi bir xil agar ertalab ovqat yemasa, boshi aylanib davleniyasi tushib ketishi mumkin. Shunaqa ham bo'ladi. O'shancha aytamizki, yengil nonushta qilsangiz bo'ladi. Lekin och qoringa bo'lgan ma'qulroq. Boshni tekshirayotgan bo'lsa ham kontrastli. Bosh MRTda bu farqi yo'q bunga. MRT kontrastga unaqa jihat. Minimalniy dedingiz-ku o'zi, ha? MRTda kontrastlarning miqdori minimal. Miqdori ko'p emas, o'rtacha unaqa narsa bilinmaydi. Искусственный интеллект hozir sun'iy intellekt har bir sohada aktiv qo'llanmoqda, ayniqsa bizning sohada, chunki bizning soha bu raqamli texnologiyalar, rasmlar raqamli texnologiyalar. O'shaning uchun juda aktiv kirib kelyapti, bor programmalar bor, har xil programmalar. Mana hozir yaqinda ham gaplashdik, davlatimizda ishlatiladi. Mammografiyada sun'iy intellekt, lung nodule, o'choqlar, o'pkada, travmatologiyada singan joylar bormi yo'qmi? Menimcha 4-inchisi bu bosh miya insultlarida ishlatiladigan narsa. Qolgan ko'p sohada ishlatsa bo'ladi. Endi hozir bu bazaviy narsalarni kiritishmoqchi. Endi qarang, sun'iy intellekt o'rgatishimiz kerak. Mashinal обучение 10 mingta yo 100 mingta yo nechtadir snimkani, rentgenni ko'rsatib kompyuterga mana bu norma. Bu norma bor. 1 mingta, 2 mingta bu norma emas, periferik rak. Bunaqa bo'lishi mumkin, bunaqa bo'lishi mumkin, bunaqa bo'lishi mumkin. Yana bir qanchadir mingta bu yallig'lanish, pnevmoniya. Bu. Shunda keyingi safar bir necha sekunddadir
shundoq. Endi men bilasizmi, leksiya o'qiyotganda ham gaplashib o'tiramiz doktorlar bilan, rezidentlar bilan. Menimcha bizani soha ham, radiologiya ham bir 5 yil, mayli 5 yil demaylik, bir 10 yilda искусственный intellekt ancha-muncha aniqlab olib qo'yadi, ancha-muncha. Kimdir bo'lish kerak, kontrol bo'ladi. Balkim bitta doktor bo'lishi mumkin bo'limda, balkim. Lekin laborantlik kerak. Kimdir syomka qilish kerak, laborantlik kerak. Balkim bitta doktor bo'lib kontrol qilib turadi. Har bir 10 ta yo 20 tadan выборочно olib, to'g'rimi, qanaqami yoki qanaqadir bir holatlarda yoki bir og'ir holatlarda o'shanda ko'rib kontrol qilib turmasa, bilmadim. Chunki ko'p narsa hozirgi programmalar ham tasdiqlandi. Sun'iy intellekt odamdan yaxshiroq, masalan, mammografiyada. Masalan, shu o'pkani ko'rganda ham ko'proq narsa ko'radi, ko'proq doktorga. Mana men bitta ham bor ekan, mana bunaqa o'choq bir 5 mm da уже chiqib kelyapti. Shu narsa bor. Chunki har doim ham ko'z bilan 100% ko'rish bu bir murakkab narsa. Meni fikrim bir 10 yillarda. Endi hozir mana nafarada ham so'rasangiz aytadi, qaysi sohalarda sekin-sekin искусственный intellekt odamdan olib qo'yadi. Ko'p sohalarda. Lekin o'zi qo'li bilan ishlaydigan narsalar bu qolish kerak. Kelib santexnik o'rniga sizga GPT chat qilib bermaydi. Masalan-da. 15 yildan keyin santexnik o'qib qo'yamiz. Men bilmaydi, bilmadim. Juda qiziq bu, juda qiziq. Ertaga nima bo'lishi o'shaning uchun endi hozircha endi bu rivojlangan davlatlarda biza hali unga ancha bor bizada. Menimcha ancha bor. Mana hali aytib o'tdik-ku, lekin bir savol berdingiz, o'tib ketdi. PET bizada qachon? Bir PET bizada qo'llanilishi 6 yil. 6 yil bo'ldi, undan ko'p emas. Biz birinchi boshlaganmiz. Bizani o'sha binoyimizni remonti sal cho'zilib ketgan hisobiga sal kechroq ochdik, boshqa klinikada vaqtliroq boshlashdi bizada, lekin birinchi biz boshlaganmiz bu narsani qilishga. Shuni 6 yil bo'ldi. 6 yildan oldin PET umuman bilasizmi, boshida qiyinchiliklar ham bo'ldi, chunki onkologlarga kerak emas ham bo'ldi bu narsa. Chunki ular PET bilan ishlashmagan. O'rganilmagan, ishlam protokoli yo'q. Endi xorijlik protokollarda bor. Masalan, yosh doktorlar biladigan, o'qib kelganlar biladi, ishladi. Qolgan doktorlarga uncha keragi bo'lmadi ham. Hozir sekin-sekin o'zgaryapti bu narsa. Bizning doktorlar ham tushunyapti. Biz boshida borib, mana mayli Gali PSMni aytaylik, urologiyaga, onkologiyaga, shahar onkologiya, oblastnoy borib, hamma joyda o'qib, leksiya ko'rsatib, mana shunaqa. O'shanda ham kasallar soni unaqa ko'paygani yo'q, lekin kasal ko'p, bemor ko'p. Kelib, chunki mana talab qilgan kam. Rak, prostata bezi rakida qanaqa davo yoki prostatektomiya местное лечение yoki sistemniy. Agarda faqat prostatada bo'lsa, unda prognoz ham yaxshi. Unda faqat местное лечение qilsa yoki brахитerapiya. Agarda распространенный proses bo'lsa, prognoz ham boshqacha. Operatsiya ham qilish hojati yo'q. Farq shunda. Hozir mana urologlar ham, onkologlar ham tushunib, bemorlar ko'p yuborishyapti. Hozir navbat bormi? Bor 1-2 kun. 1-2 kun, unaqa ko'p emas. Endi PET oldin qatga o'zimizni bemorlar ham bo'lsa, esimda bor, o'sha paytda Qozog'istonda bor edi, bizda hali yo'q edi. Bir-ikki marta Qozog'istonga borganmiz, Hindistonga, Rossiyada bo'lardi, Moskva, Piterlarda, ularning ham faqat katta-katta shaharlarda bo'lardi, boshqa joyda yo'q edi. Hozir endi ko'p joyda. Tojikistonda yo'q-a hozir? Tojikistonda yo'q. Qirg'izistondacha? Qirg'izistonda bor ekan, Bishkekda, lekin men eshitishimcha o'zligi ishlashmas ekan. Menimcha qanaqadir turk firmasimi nima bu yerda qilib, menimcha natijalarni yuborib, lekin shifrovka qilib berishar ekanmi? Qiyinroq. Jarayon bir kunda yoki anaqa ertasiga olish xulosa qiyinroq. Shuning uchun bir xil bemor Tojikistondan, Qirg'izistondan kelishadi. Turkmaniston bor, lekin kamroq. Bor. Qozog'iston ham kamroq, chunki o'zligida bor. Lekin mana Chimkent, Sarag'ash bu chegaraga yaqin joylardan bemorlar keladi. Ularga bizga kelib ketish afzalroq, yo'q Olmata, yo'q qaysi joyga, Ostonaga borganlar. Bizga yaqinroq. Ядерный протонная terapiya Qozog'istonda ochildimi? Qayerdadir o'qidim, menimcha.
Ostonada ochildi. Ostonada ochildi. bor. Protonli terapiya bu ham radiologiyaga kiradimi? Qisqacha ma'lumot berib o'tib ketgan agar Endi mana ma'lumotga ega bo'lsangiz. bugun ishxonada Protonli terapiya to'g'risida. Xorijda qanaqa? Radiology, diagnostic radiology. Bunga nima kiradi? Rentgen, KT, MRT shu. Ultratovush ularda ham отдельно boshqa. O'sha uzun sohasidagi doktor qiladi. Doktor qiladi. И nuclear medicine. Masalan, umumiy radiologiyada 4 yilmi 5 yil rezidentura bo'lsa, nuclear medicine ham xuddi shunaqa. Bu boshqa soha. Nuclear medicinada nima qilish mumkin? Vrach ядерный meditsina deymiz. Shunda o'zi ishlashi mumkin. PET, affect, mana shunaqa narsalar. Izotoplar bilan davolash. Ham ikkinchisi davolash, ham nur terapiyasi, nur berib davolash. Bizada endi bizani diplomimizda vrach лучевой диагностика, клиническая radiologiya deb yozilgan. Bizni ko'proq tashxis qo'yish, diagnostika, nur terapiyasi bu sal boshqacharoq. Unga to'g'ri o'qish kerak. Unga alohida yo'nalishlar butun dunyoda. Unga o'qish kerak. Bunda o'sha juda katta narsadagi bo'ldi, tushundim-da, 600 million dollarmi? Nechidir milliard dollarmi? Qimmat ekanda. 70 metr ekanmi anaqasi protonli terapiyani apparati 400 metr 470 metr hozir eslolmayapman, lekin o'sha vaqtda men o'zim Ostonada edim, juda ko'p odamlar kelib turib, rosa ham qimmat narsa ekan. Turkiyada yo'q, Hindistonda yo'q, misol uchun Izraelda yo'q, Germaniyada bor, Yevropada ikkita nima, 3 ta Yevropa mamlakatlarida bor xolos protonli terapiya. Turkiyada misol uchun yo'q. Osiyoda faqat Xitoyda bor ekan. Protonli terapiya Qozog'iston ochibdi-da. O'shani xabaringiz bo'ldimi deb so'ramoqchi edim. Qozog'iston tibbiyotga juda ko'p investitsiya, oxirgi yilda juda ko'p investitsiyalar. Mana shu yil yozda konferensiya bo'lib o'tdi. Har yil ular bo'lib keladi, biz boramiz konferensiyalarga. O'sha konferensiyada menimcha zam ministr tibbiyot rivojlanish ilmiy bir anaqalarda shunda aytdiki, necha yuzta klinordinatorni yubordik xorijga. Necha yuzta klinordinatorni Qozog'iston yubordi xorijga, o'rganib kelishdi, ko'rsatib yozyapti, shuncha radiologiyadan shuncha, undan shuncha. Davlat anaqasida ko'pchiligi hozir yosh doktorlari ham sekin tilni ham biladi, borib kelyapti ham, chunki Госпрограмма juda kuchli, ham mana aytayotganingizdek proton terapiya, radiologiyada ham PET sentrlar ko'p, KT, MRTlar, ular ham rivojlanish juda yaxshi Qozog'istonda. Ilohimizda ham zo'r bo'lsin, qilsin, bemorlarimizga Alloh shifo bersin, hammalaringiz yaxshi bo'lsin. Menda undan sizga kattakon rahmat Muzaffar aka, kelganingiz uchun, ma'lumot berganingiz uchun. Siz yana qo'shimcha kommentariylar yozib, bu savollar paydo bo'lib qolsa, yana qayta ko'rishib qolishimiz mumkin. Bemalol. Rahmat qilganingiz uchun rahmat. Rahmat.